Assalomu alaykum, mehribon bolajonlar. Bugun ham yuragingiz nurga to'lib turgandek. Aytchi, do'st nima o'zi? Do'st u sodiq, mehribon va yordamchi inson. Voy, qanday kulib turibsiz? Mehringizni ko'rib quvonaman. Agar do'sting xafa bo'lsa, nima qilasan? Uni tinchlantiraman, hammasi joyida bo'ladi deyman. Qani, kim eng do'stparvar bo'la ekan? Do'sting bilan urushib qolsang, nima qilasan? Kechirim so'rayman, yarashaman. Bolajonlarim, sizlar dunyodagi eng mehribon farzandlarsiz. Agar yangi sinfdosh kelsa, nima qilasan? Uni kutib olaman, o'yinlarga qo'shaman. Sizlarning yuragingiz toza va iliq. Do'stingizni aldaydigan bo'lsang, bu to'g'rimi? Yo'q, do'stlik ishonchga quriladi. Siz kabi rostgo'y bolalar dunyoni chiroyli qiladi. Kimdir sizning o'yinchog'ingizni so'rasa, nima qilasan? Beraman, baham ko'raman. Qani, mehrli bolajonlarim, do'stingiz sovg'a bersa, nima deysan? Rahmat, bu juda chiroyli sovg'a deyman. Sizlarda mehr ko'p, faxr bilan qarayman. Do'sting yomon ish qilsa, nima qilasan? Uni to'xtataman va to'g'ri yo'lga chaqiraman. Sizlarning tabassumingiz yurakni eritadi. Kimnidir urushayotganini ko'rsang, nima qilasan? Ularni tinchlantiraman, urushish yaramaydi deyman. Barokalloh, odabli bolajonlar. Do'stlikni mustahkamlash uchun nima qilish kerak? Rostgo'y, halol va mehribon bo'lish kerak. Siz juda odabli bola ekansiz. Yordam so'ragan do'stga nima deysan? Albatta yordam beraman deyman. Voy, sizlardek bolalar har kuni quvonch keltiradi. Do'sting yiqilib tushsa, nima qilasan? Qo'lidan tutib turg'izaman va yaxshimisiz deyman. Ajoyib, sizlarda haqiqiy mehr bor. Biror kimsa sizni chaqirsa, ammo band bo'lsang, nima qilasan? Muloyimlik bilan 1 daqiqa kuting deyman. Barokalloh, sizda katta yurak bor. Do'sting sir aytsa, boshqalarga aytish kerakmi? Yo'q, sir bu ishonch, uni saqlayman. Juda yaxshi bolajonlarim. Agar kimdir sizni masxara qilsa, qanday yo'l tutasiz? Kulib o'taman, urushmayman. Qani, kim eng mehribon bola ekan? Do'stingizni sovg'ansan, nima qilasiz? Unga qo'ng'iroq qilaman yoki xat yozaman. Ajoyib bolalar yig'ilibdi bugun. Do'stingiz sizga yordam bersa, nima deysiz? Rahmat, sen haqiqiy do'stsan. Sizlarning yuragingiz oltindek. Kimdir sizdan uzr so'rasa, nima qilasiz? Uni kechiraman, yurakni toza tutaman. Bolajonlar, sizlarning mehringiz har joyni yoritadi. Do'stlikdagi eng muhim narsa nima deb o'ylaysiz? Ishonch, rostgo'ylik va mehr. Sizlardek bolalar bilan gaplashish eng katta baxt. Do'stingizni xafa qilgan bo'lsangiz, nima qilasiz? Kechirim so'rayman va endi bunaqa qilmayman.